Bu görünüş Avustralya. Bugün Çeslağa 2025 yılı 10. ayının 14. günü. Ama kompüter yasaşını azırak düşündürüp koyman. Keyin ballarımga kompüter öğütüp koyun dep meni teklif kılgan vaqtida o vaqtında tepsili bir-birlep nayet yaxşı tepsili öğütüp koyman haksız. Mana bu kompüterningki mana CPU degan narsa shu. Mana shu narsa mana bu. Mana shu CPU shu. Shu kompüterning CPU'si. Endi mana hozir buningda newsda deyotdi. Uyg'urcha o'zak deydi ekan. O'zak masalasi davomlashmoqda deyotdi. O'zak degan shu mana. Shu. Hozirgi endi yangi kompüterlar, hozirgi zaman eng yangi kompüterlar mana shunday bo'ladi-da. Mana hozirgi eng yangi zaman kompüter. $9,000 degan gap. Endi bu kompüter algan vaqtida i5 deydi, i7 deydi. Endi hozirgi eng yangi zaman kompüter 15 generation dedi. 15. avlod. Hozirgi eng yangi kompüter 15. avlod. Eng yangi kompüter. Bu kompüterlar biraz ishlatgan kompüterlar. Biroq asos jihatdan yasash uslubi asos jihatdan o'xshash. Mana CPU deymiz, mana RAM deymiz. Mana bu RAM'lar qancha jiq bo'lsa shuncha yaxshi ish tikmoqda. Mana batareyasi buniki. Mana batareyasi. Endi bu ma'ularni jumpset deymiz malani. Bu kompüterni o'zgartgan vaqtida shuni silib o'zgartimiz buni. Mana bu video kart deymiz buni. Mana video kart. Shu kompüter qo'yildi, shuningdan endi ekranga ulinib chiqdi. Buning RAM qancha jiq bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Endi bu kompüterga mikrob kirib olsa, virus kirib olsa, mana yaqinga kelib yaqinda manada 8,910 ming mikrob bor kompüteringda deyotdi. Bundaq mikroblar kompüter kirib olsa, buningga gapini anglamaymiz buniki. Buni o'chirib yetamiz. O'chirib yetib mundaq kompüterga bunday kirib register qil desa qilmaymiz. Scan qil desa qilmaymiz. Buni bosmaymiz. Bularni hech qaysini bosmaymiz bularni. Mana o'chirib yetay. Mana da activation deydi. Activation degani bu, buni qilmaymiz.
Agar shuni qildik emas, mikrob kirib oladi. Mana da start scan deydi. Scan qilgandan keyin kompyuterdan ishiga kirib, bütün dokument hamma narsani shu scan qilib oladi. Buni nima qilmaymiz? Mana shunday mikroblar kirib olgan vaqtida bularning gapini anglamas kerak, buni chiqilmas kerak, o'chiramiz buni. Buni ma'noda scan qil deydi, bularni nima qilmas kerak. Mana shunday kirib olsa, qilmaymiz. Buning ichida eng yomon 2 mikrob bor. 2 turlik. Birisi kompyuterni Mesela içildi, üçüp gidiyor, içildi, üçüp gidiyor, içildi, üçüp gidiyor, işlem kılınmaydı. Yani bir mikrop kırıp aldı, onu bir bassanız kıt kaldı. Kompüter kıt kaldı, işlem kılınmaydı, üçersiniz ölçmeydi. Bu vaktinde toksinle toksin çıkarıyordunuz. Çıkarıyorduk, bütünley kompüteri üçürüydük. Bu hardware deyimiz bana, hardware. Muştan içinde bütün dokument, resim, yazgan xat, hemen resim muştan içinde oldu. Şu muşunu şunday japalık bir gün yezip dizayn qilgan narsalar hammasi muşdan ichiga kiradi. Shuning uchun har qitim dokumentni yozganda bir mon japalık dizayn qilganda o'ttirliq mushu USB degan narsaga mana shunga save qilib tursak yaxshi bo'ldi. Mushuni qajilab turib kompyuter davlat buzilib qolganda Manın işi bo'ladi dokumentlar. Endi manın ishidikini hard drive'ini buni amali yo'q. Mush hard drive'ini chiqarib o'tib, mana yangi hard drive'ini silib, onundaki internetni o'chirib o'tib, shuni bütün shu programlarning hammani managa kirgizib olib, onundaki USB'dagi dokumentni kirgizib, xizmatni davomlashtirib, buni ishlab olgandan keyin, onundaki bu hard drive'ni kompüterga ulab turib, bunun ichidagi dokumentlarni asta bir-birlab chiqarib olib, balki bir-oq yuptazlasi bo'ladi. Endi bu bolalarga men endi bekaga o'rgatib qo'yay dedim. Xohlasangiz qarshi olamiz. O'rgangan yaxshi bo'ladi. Hozir yangi texnika hech qanday ziyni bo'lmaydi bu ishningki. Chunki bu xizmatlarni ömürlü hizmet değil bo'lmaydi bu yerda. Bir xizmatga shunday tasdib kirgandan keyin bir bazga o'tgan kompaniyaning sodisi yaxshi bo'lmay qoldi deb muhim bo'lmagan odamlarni ishdan qisqartdi. Qisqartgandan keyin ish yo'q. Ish yo'q bo'lgandan keyin kompyuterni shtabgacha yasab satsa, qurashtirib satsa bo'ladi. Qo'shimcha pul kiradi. Men har qitim İşsiz olgan vaqtimda 1 yil, 2 yil xizmat izlayman. Shunda pamga yaqamaydi. Hamma yana 1 yil xizmat topolmay bir xizmat topman. Endi o xizmat bir necha yillar ishlagandan keyin kompaniyalar sodisi yaxshi bo'lmay qoladi-ku. Shu yana adam qisqartdi. Yana bir xizmat izlaganda 2 yilgacha xizmat topolmaydigan ahvollar bo'ladi. Ondan keyin daşöni tugatganda, universitetini tugatgan vaqtida darhol xizmatga kiramaydi. Xizmatlarning e'lonlari bunday bo'ladi. 5 yillik xizmat tajribasi bor odamni olaman, 10 yillik xizmat tajribasi bor odamni olaman, 20 yillik xizmat tajribasi bor odamni olaman degan e'lonlar chiqadi. Uni berib, men hozir daşöni tugatsam, sen menga xizmatni bermisan, xizmat tajribamni men qanday qilaman? Sen xizmatni ber. Onundaki ben hizmet tecrübemle almam diyeyim dese anlamaydı. Ama o vaxtıda 20 yıl işlige adam daşıyordu okuş bitirip, hizmetlerini izlep tepip, onundaki 20 yıl işlige adam piyasaya çıkıyor diye kayır adamla hizmet kalamda. Ama şimdi ahvallah şunun için balalarını hem de terbiyeleşke ata-Allah Allah'a kömül bilsenler. Rahmet.